Biza kompaniyamiz kelgan 50 million dollarlik loyihani rad etdik. Nima uchun? Chunki bu insonlar bizga kelib cashback masalasidan taklif berishdi va bu narsaga biz yurganimiz yo'q. Bizning qadriyatlarimizga bu to'g'ri kelmaydi. Bu shunchaki bir misol bo'ldi. Undan tashqari biz buyurtmachilarning hammasi bilan ishlayveramizmi kompaniyamizda? Yo'q. Biz ham buyurtmachilar hammasi bilan ishlamaymiz. Ushbu buyurtmachilarimizning qadriyatlari, maqsadlari, niyatlari agar bizning kompaniyamizga mos kelsa, ular berayotgan mahsulotiga reputatsiyasini oldinga qo'yib harakat qilsa, aytaylik bizga kelib to'g'ringlar hech nima qilmaydi deydigan shunchaki mendan ketguncha egasi yetguncha degan fikrlaydigan buyurtmachilar bilan biz ishlamaymiz. Chunki unaqa buyurtmachilar nafaqat o'zini yuzini ketishini, o'zini reputatsiyasini, bizning ham reputatsiyamiz ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz yuqorida sanab o'tgan barcha masalalarga bizga mos keladigan va ertaga ular ham rivojlanadigan, biz ham ertaga bu narsani bizning qurgan loyihamiz deb g'ururlanadigan loyihalarga har doim kirib harakat qilamiz.